Qisqasi, Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida yana to'purar bo'lib oldi. Liganing 16-tur doirasida Samsun Sporga qarshi bahs olib borgan Başakşehir asosiy tarkibida ikki hamyurtimiz ham o'yinni birgalikda boshlashdi. Eng muhimi, Shomurodovning bu safargi o'yini ham natija bilan bo'ldi. U 66-daqiqada raqibining qo'pol xatosidan unumli foydalanib, hisobni 1-0 ko'rinishga keltirdi. Keyinroq 83-daqiqada jamoadoshining golga assistentlik qildi va 87-daqiqaga kelib zaxiraga olindi dam olish uchun. Endi tiklanayotgan Abbosbek Fayzullayev esa maydonda 67 daqiqa harakat qildi. Shunday qilib, SofaScore talqiniga ko'ra, Abbosbek Fayzullayev 6.7 ballga loyiq ko'rilgan bo'lsa, ham gol urgan, ham assistentlik qilgan Eldor Shomurodov 8.1 ball bilan o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Bundan tashqari uning gollari soni 11 ga yetdi, hamda uning hisobida 2 ta golga assistlik ham bor. Bu natija bilan u Trabzonspordagi Onuachoni ortda qoldirib, Turkiya Superligasining gollar poygasida peshqadamiga aylanib oldi.